Maqolni buzish bo'yicha chempion bo'lamiz. Qaranglar, qaranglar. To'yga borsang och bor, to'yga borsang to'y bor deydi, yo to'yga borsang to'n kiygizadi deydi, nima deydi. Namangan kelyapsiz aka? Hop, hop. Mana u Qo'qonlik akalar bilan ko'rishib qolibsiz ha? Aka, endi biz to'n kiygizmaymiz, o'zimizga mahsulotlardan shotitdan beramiz. Men sizga Shatot. Shotit, yoshligimizda shotitni. Ana qo'limiz bilan qo'lib qani kraskaga o'xshab qolardi-yu. Unda unaqa kraskasi yo'q. Ichib ko'rganmiz yo'qmish? To'g'risini ayting. Yo'q, hali ichmaganman bunda. Lekin bitta ichasiz, keyin o'zingiz bitta baho berasiz. Xullas, buni butun respublika tan oldi, hozir topib bo'lmayapti, lekin defitsit narsani sizga beryapman. Siz ichib ko'rgansiz, o'zingiz aytib qo'yavering. Ta'miga gap yo'q, lekin Wi-Fi yo'q ekan bunda. Lekin Kirkoda Wi-Fi yo'q. Biznikilarda bor edi aka, biz suvlarda. Nima deysiz biz kuzatayotganlarga? Endi hozir buni ichib ko'rsak aytamiz aka. Yo'q, lekin men ichib ko'rdim, постоянно men xolodilnikda bo'lsa olib ichyapman. Ta'mi yoqdi menga. Lekin boshqacha nimalar to'xtab olgan paytingiz ham aytavering, men bilan safarda bo'ldingiz kecha. To'g'rimi? Kecha Zoykonni ochilishida ham borib turib, sразу qilib uni ichib maza qilib o'shani ichyapman. To'g'rimi? faqat reklamaga emasmidi, ochavering? Yo'q, oching. Bitta ichib ta'mini bilasizda. Yo'qdan o'zi normal o'zi. Siz ta'mini ham sezasiz. Ichib ko'raman bo'pti, qarang aka. Bismillah. Zo'r ekan aka, qanaqa qilib issiq saqlayapsizlar? Hazillashib, qanaqa qilib issiqda bizda yursizlar desa, sizga xato. Lekin zo'r aka. Chotka aka. Chotka aka. Alhamdulillah, bu chotka. Maza qilib borib, yonimizda olib beramiz. Turkiyalarga borsam, Dubayga borsam yonimda olib beramiz. Qo'ligini sachramas. Maza. Ana ochilib ketdi. Iching aka. Ana. Tutun chiqyapti ichidan. Tutun chiqyapti. Aka, gazi kuchli, yaxshi narsa-da bu. Iching. Yana nima qarang? Rangi qolsa ganatilda, yaxshi. Ichaverar ekan aka. Haligindan emasmi? Siz bunday qilib bitta ko'tarib ichaveradi. Shunday bo'lardi, pastdan ko'p ichib ketdi-da. Gap yo'q. Sizlarga tavsiya qilamiz, ichib ko'ringlar, ichmaganlarga. Maqolni buzish bo'yicha chempion bo'lamiz. Qaranglar, qaranglar. To'yga borsang och bor, to'yga borsang to'y bor deydi, yo to'yga borsang to'n kiygizadi deydi, nima deydi. Namangan kelyapsiz aka? Hop, hop. Mana u Qo'qonlik akalar bilan ko'rishib qolibsiz ha? Aka, endi biz to'n kiygizmaymiz, o'zimizga mahsulotlardan shotitdan beramiz. Men sizga Shatot. Shotit, yoshligimizda shotitni. Ana qo'limiz bilan qo'lib qani kraskaga o'xshab qolardi-yu. Unda unaqa kraskasi yo'q. Ichib ko'rganmiz yo'qmish? To'g'risini ayting. Yo'q, hali ichmaganman bunda. Lekin bitta ichasiz, keyin o'zingiz bitta baho berasiz. Xullas, buni butun respublika tan oldi, hozir topib bo'lmayapti, lekin defitsit narsani sizga beryapman. Siz ichib ko'rgansiz, o'zingiz aytib qo'yavering. Ta'miga gap yo'q, lekin Wi-Fi yo'q ekan bunda. Lekin Kirkoda Wi-Fi yo'q. Biznikilarda bor edi aka, biz suvlarda. Nima deysiz biz kuzatayotganlarga? Endi hozir buni ichib ko'rsak aytamiz aka. Yo'q, lekin men ichib ko'rdim, постоянно men xolodilnikda bo'lsa olib ichyapman. Ta'mi yoqdi menga. Lekin boshqacha to'xtab olgan paytingiz ham aytavering, men bilan safarda bo'ldingiz kecha. To'g'rimi? Kecha Zoykonni ochilishida ham borib turib, sразу qilib uni ichib maza qilib o'shani ichyapman. To'g'rimi? faqat reklamaga emasmidi, ochavering? Yo'q, oching. Bitta ichib ta'mini bilasizda. Yo'qdan o'zi normal o'zi. Siz ta'mini ham sezasiz. Ichib ko'raman bo'pti, qarang aka. Bismillah. Zo'r ekan aka, qanaqa qilib issiq saqlayapsizlar? Hazillashib, qanaqa qilib issiqda bizda yursizlar desa, sizga xato. Lekin zo'r aka. Chotka aka. Chotka aka. Alhamdulillah, bu chotka. Maza qilib borib, yonimizda olib beramiz. Turkiyalarga borsam, Dubayga borsam yonimda olib beramiz. Qo'ligini sachramas. Maza. Ana ochilib ketdi. Iching aka. Ana. Tutun chiqyapti ichidan. Tutun chiqyapti. Aka, gazi kuchli, yaxshi narsa-da bu. Iching. Yana nima qarang? Rangi qolsa ganatilda, yaxshi. Ichaverar ekan aka. Haligindan emasmi? Siz bunday qilib bitta ko'tarib ichaveradi. Shunday bo'lardi, pastdan ko'p ichib ketdi-da. Gap yo'q. Sizlarga tavsiya qilamiz, ichib ko'ringlar, ichmaganlarga.